Men Ilhomov Kamron, Urganch davlat universiteti tarix yo'nalishi talabasiman. Bugungi manzilimiz Xiva Ichan qal'ada joylashgan Oq masjid nemis me'moriyatlari ko'rgazmasi. Bu ko'rgazmaning eng qadimiy va mashhur eksponati Xudoybergan Devonovning fotoapparati hisoblanadi. Xudoybergan Devonov 1879-yilda Xivada tug'ilgan. U Oq masjidda yashagan va ishlagan nemis me'moriyatlari bilan yaqindan tanish bo'lgan. Aynan o'sha nemis me'moriyatlari unga birinchi fotoapparatini sovg'a qilishadi va bu sovg'a qilish bilan birgalikda unga fotograflik san'ati sirlarini va soya va nurni to'g'ri ishlatish qoidalarini ham tushuntirib berishgan. Ushbu ko'rib turgan fotoapparatingiz aynan nemis ustasi Reutard tomonidan Xudoybergan Devonovga sovg'a qilinadi va ushbu sovg'adan keyin Xudoybergan Devonov fotograflik asoslariga qiziqib qoladi. Xudoybergan Devonov 1908-yilda Sankt-Peterburg shahriga sayohat amalga oshiradi va aynan o'sha yerdan u Patxe markazidagi kino va fotoapparatini sotib oladi. Ushbu fotoapparat yordamida u O'rta Osiyodagi ilk suratlar va videolarni olishni boshlaydi. Uning tasvirlari orqali Xiva manzarasi, o'sha paytdagi xalqning hayot tarzini ko'rishimiz mumkin. Devonovning linzasi orqali o'tgan tasvirlar nafaqat tarix, balki bir xalqning o'zini anglash yo'lidagi eng muhim qadamlardan biridir. Devonov tomonidan suratga olingan tasvirlar bugungi kunda ham O'zbekiston madaniy merosining eng muhim xazinalaridan biri hisoblanadi.